Acer Swift so'ragan mijozlarimiz uchun nihoyat yetib keldi. Buni holatini qaranglar. Ideal sostenida, ya'ni qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa. Noutbukimiz tinimsiz ishlagan vaqti 9 soat ekan, bir dona sikl. Bunaqa skamlangan bo'ladi. Ofitsialniy garantiyalar tugamagan, ponni metal korpus bu yerni yonib turishiga qaranglar. O'ta go'zal, sun'iy intellekt bor, klaviatura, podsvetka, отпечатка 16 dyumli WHGA 208 ga bemalol effekt bera oladi. Bundan tashqari touchscreen displeyga ega. Notebookimiz protsessori Ultra 7 155H tosh, ya'ni Core i7 14-avlod, 16 yadro 22 potok. Operatorning xotirasi DDR5 16 GB, 6400 MHz, doimiy xotirasi 1 TB NVMe SSD. Notebookda Intel Albus'lari bor. Intel Arc video karta diski uni ustiga. Notebookimiz narxini $559 qilib beramiz. Nasl savdo orqali hard disk bo'ladi. Bu notebook olmoqchi bo'lganlarga borib qo'yamiz. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi.